Keyin chiqmagan 41-misol. Xo'p, birinchidan qilayotgan xatoyim ushbu oksidlanish qaytarish reaktorida X va D moddalar o'rta tuzda o'tdi. Bu bilan bu. Men D ni bilaman, oxirida yozilgan bo'yicha D modda termik parchalanma, katalizatsiya parchalanma. Bu demak kaliy xlor O3 ga to'g'ri keluvdi. Ya'ni bertil tuziga. Keyin bu o'rta tuz bo'lsa, demak bu ham qanaqadir tuz bo'tdi. X va Z lar xromdan tashkil topgan edi. Xo'p, demak bu xrom tuzi bo'lsa, обязательно bitta kaliy xlorli bo'ladi. Boshqa chunki metal massi yo'q. Necha valentligini bilmayman hozircha. Keyin Y ni kecha qilgan xatoyimiz, Y ni ham kaliy xlor O nechidir olganmizda, kaliy xlor O nechidir olayotganda, buni ham tuz olib qo'yamiz-ku. Bu yerda faqat X bilan D tuz deyilgan. Y tuz deyilmagan. Demak, Y ni noma'lum deb toptiramiz, oxirida tarkibi topiladi. Demak, men Y ni bilmayman hozircha faqat. Xo'p, keyin aytgan gapi K2 dagi kaliy xlor bilan D moddamda 1-1. Ya'ni buni oldida koeffitsient 1, buni oldida koeffitsient 1. Asosiy ishlanadigan narsa shu. Ikkinchi narsa. Mayda 2 dagi kaliy xlori bilan 1 dagi kaliy xromat. Ya'ni 2 ga 1 nisbati, ya'ni bu 1 bo'lsa bu 2. Ya'ni buni oldiga 2 qo'yishim kerak. Bu degani xromlar 2 ta bo'ldimi, buni oldiga ham 2 qo'yaman degani. Xo'p. Sirasi anglab ketdim. Keyingisi K1 dagi X, ya'ni K1 dagi X mana shu. K1 dagi X va K2 dagi kaliy gidroksid. 2 ga 1 nisbatda. Endi bu 2 bo'lsa, bu 1 nisbatda, ya'ni bu to'g'ri bo'ladi. Chunki 2 ni 2 ga ko'paytirsam, 2 ni 2 ga ko'paytirsam to'g'ri bo'ladi. Ya'ni bu bunga teng bo'lishi uchun 2 ga ko'paytirishim kerak ekan. Kaliy gidroksid 4 ta ekan. Shu kaliy gidroksid 4 talikdan buni oldiga koeffitsient ham topasam bo'ladi. Xo'p, 1 to'g'ri qo'shsam 5, 1 ayirtsam 4. Demak, bundan 2 ta deyman. Xo'p. Keyingi gap. Xo'p, keyin Y koeffitsient ham topasam bo'ladi. Ya'ni K2 dagi kaliy gidroksid 4 ga 1 qo'shsam Y koeffitsiyenti bo'lar ekan. Demak, 1 ga Y ni koeffitsiyentini qo'shsam, buni koeffitsiyenti bo'lar ekan. Ya'ni 1 ga 3 qo'shsam, ya'ni bu yerda qanaqadir modda bor, bunga teng bo'lar ekan. Keyingi narsa. Xo'p. Xo'p, birinchisiga qaytamiz. K1 dagi kaliy dixromat, K1 dagi kaliy dixromat, ya'ni bu 2 bo'lsa, K2 dagi kaliy dixromat ham 2 bo'ladi. Ya'ni bu teng bo'ladi haqiqatda. K2 dagi suv ham demayman, bu yerda 2 bo'lishi kerak degani. Xo'p, qaranglar, shu yerda tarkibi doimiylikdan ketsam bo'ladi. Bu reaksiya deyarli tenglashdi. Chunki bitta mana birikmam qolyapti. Xo'p, vodorodlarim 1 kira 4 4, 2 kira 2 4. Vodorodlar tenglashdi. Endi bu yerdan faqat kislorodlarni tenglashim kerak. Bu tarafda hammasi moddalarni tenglashdi. 8, 8 ga 2 ni qo'shsam 10. 10 dan 4 ayirsam 6, 6 dan 3 ayirsam 3. Demak, bu yerga 3 ta kislorod yetmoqda. Xo'p, demak buni 3 deyman. Xromlarim 2 ta. Demak, bu yerga 2 qo'yaman. Demak, bu xrom 3 oksid. Demak, bu обязательно xrom 3 xlorid ham bo'ladi. Bu kelib chiqdi. Xo'p, bu degani bu betta demak xlorim 6 ta bo'lib chiqib kelyapti. Bu yerga 6 qo'yib yorsa bo'ladi. Demak, xlorlar ham tenglashdi. Bu tuz emas suvdim, shuning uchun men tarkibida xlor ham yo'q. Yoki kislota ham emas. Keyingisi. Endi kaliylarim tenglashib qoldi. Men bitta 2 ta, men bitta 2 kira 2 4 ta, bunga 6 ni qo'shsam 10 ta. Bu 10. Keyin men aytgan gap bor. K1 dagi kaliy gidroksid bilan K2 dagi suv yig'indisi 18. Ya'ni bu 10 bo'lsa, bu 8 ekan. Ikkasini qo'shsam haqiqatda 18 beryapti. Keyin moddani o'zi topasa bo'ladi, tarkibi doimligi bo'yicha, chunki buni ham hammasi tenglashib bo'ldi. Isbotlash yo'li K1 dagi suvdan 8 dan K2 dagi suvni, ya'ni 2 ni ayirsam 6 chiqadimi?
K1'dagi kaliy gidroksiddan, ya'ni 10 dan K2'dagi kaliy gidroksidga ayrsam, to'g'ri 6 chiqadi. Ya'ni men to'g'ri yo'ldaman endi. Hop, ikkinchi. Endi buni topish yo'li. Hop, tarkibi doimiylikda ishlaydi. Nima qilamiz? Hop, kislorod. Xolislar vodorod 8 kira 2. 8 kira 2 16. 16 dan men 10 ni ayab tashlayman. Demak 6 ta qoladi. 6 ni 3 ga bo'lsam, vodorod 2 ta ekan. Endi kislorod. 2 kira 4 8. 8 ga 8 qo'shsam 16. 16 mana yana 10 ni ayirsam 6. 6 ni 3 ga bo'lsam 2. Demak bu vodorod peroksid bo'lib chiqayotgan ekan. Haqiqatda. Tarkibiy doimiyligi. Bu to'liq ishlab qo'yamiz endi. X, Y, Z moddalarni topib bo'ldik. Hop. 0,5 mol kaliy permanent bilan sulfat eritmasi bilan ishtirok etgan hosil bo'lgan sulfatchilarning umumiy massasi. Hop, demak, vodorod peroksid plus kaliy manganat, kaliy permanganat plus sulfat kislota bilan chiqadi. Hop, bu yerda nima bo'ladi? Kaliy sulfat, marganis sulfat har doimgidek. Kaliy sulfat plus marganis. Marganis sulfat plus suv chiqadi. Endi marganis plus 7 dan plus 2 o'tyapti 5 ta elektron. Bu holatda elektron olyapti. Demak, bu elektron berish kerak. Peroksidda -1 bo'ladi. -1 bo'lgandan keyin bu elektron berishi uchun 0 ga o'tishi kerak. Ya'ni kislorod chiqishi kerak. Hop. Betga 5 qo'yaman. Betga 5 qo'yaman kislorodni oldiga. Hop, bu -1 dan 0 ga o'tadi 2 ta elektron, shuning uchun buni oldiga 2 qo'yaman. Buni oldiga 2 qo'yaman. Endi sulfatlarim umumiy 3 ta bo'ldi, buni oldiga 3 qo'yaman. Hop. Hop, vodorodlarim buni oldiga 5. Vodorodlarim. Hop, 3 kira 2 10, 5 kira 2 10, 3 kira 2 6. 6 ga 2 ga bo'larsam 8. Reaksiya teng. Hop, menda aytgan 0,5 mola. Demak, buni 0,5 mola 5. Hop, kaliy sulfat 78 ga 96. 78 ga 96. Hop. 104, 104, 174 ekan. 174 marganis sulfat 96 ga 55. 96 ga 55 bo'lsa, hop, 6 ga 5 qo'shsam 101 ga 151 bo'lar ekan. 151 2 ga ko'paytirsam 302 bo'lar ekan. Demak, buni topsam 17,4, buni topsam 30,2. Hop, mendan nimani so'ragan? Mendan umumiy massasi. Demak, ikkasini qo'shib qo'yaman umumiy degandan keyin. Hop, 47,6. Javob chiqib keldi. Ikkinchisi. D modda to'liq terim parchalanganda, hop, parchalanishdan olingan qattiq holdagi massa tuzlarining massa farqini so'rayapti. Hop. Nariy burchaga yozaman. Kaliy xlor O3 parchalansa, kaliy xlor plus kaliy xlor O4 chiqadi. Buni oldiga 4 qo'yaman, buni oldiga 3 qo'yaman, buni oldiga 1 qo'yaman. Demak, buni massasi 74,5, buni massasi, hop, endi 74,5 ga 64 qo'shishim kerak. Demak, bu 138,5 bo'ladi. Faqat buni 3 ga ko'paytirishim kerak. Bundan 3 ta. 0,4 mol degan. Hop, demak, 4 moladagi 4 mol parchalanganda 4 mol parchalanganda farqi necha bo'ladi? Oldin buni 3 ga ko'paytirib yuboraylik. 3 kira 5 5. Hop, 24 25 bo'ladi. Hop, 2 dilda 6 9 9 ga 1 2 ni qo'shsam 1. Hop, 3 3 ga 4 415 butun, hop, 415 butun 5 ekan. Amanda 0,4 molda so'ragan.
Buni topsam 41,55. Javob shunaqa ekan.